Baliq ovi insonga nima beradi? Baliq ovi bu shunaqa narsaki, birinchi o'rinda insonni sabrini sinaydigan ov turi desak ham bo'ladi. Bu baliq oviga chiqishda katta bir matonat, sabr talab qiladigan ov bir turi desak bo'ladi bu narsani. Baliqga chiqqan paytingizda shunaqa narsa bo'ladiki, haqiqatan shu baliqqa qiziqadigan odam dunyodan uzilasiz, faqat shu baliq bilan bo'lib qolasiz. Aynan shu qarmog'ingiz va ana shu qarmoqqa tushadigan baliq bilan bo'lib qolasiz. Baliq ovi insonga nima beradi? Baliq ovi bu shunaqa narsaki, birinchi o'rinda insonni sabrini sinaydigan ov turi desak ham bo'ladi. Bu baliq oviga chiqishda katta bir matonat, sabr talab qiladigan ov bir turi desak bo'ladi bu narsani. Baliqga chiqqan paytingizda shunaqa narsa bo'ladiki, haqiqatan shu baliqqa qiziqadigan odam dunyodan uzilasiz, faqat shu baliq bilan bo'lib qolasiz. Aynan shu qarmog'ingiz va ana shu qarmoqqa tushadigan baliq bilan bo'lib qolasiz. Baliq ovi insonga nima beradi? Baliq ovi bu shunaqa narsaki, birinchi o'rinda insonni sabrini sinaydigan ov turi desak ham bo'ladi. Bu baliq oviga chiqishda katta bir matonat, sabr talab qiladigan ov bir turi desak bo'ladi bu narsani. Baliqga chiqqan paytingizda shunaqa narsa bo'ladiki, haqiqatan shu baliqqa qiziqadigan odam dunyodan uzilasiz, faqat shu baliq bilan bo'lib qolasiz. Aynan shu qarmog'ingiz va ana shu qarmoqqa tushadigan baliq bilan bo'lib qolasiz. Baliq ovi insonga nima beradi? Baliq ovi bu shunaqa narsaki, birinchi o'rinda insonni sabrini sinaydigan ov turi desak ham bo'ladi. Bu baliq oviga chiqishda katta bir matonat, sabr talab qiladigan